Ikkinchi variant 22 savol. Funariya yo'sinda sporofit, ya'ni jinsiz bo'g'in, gametofit, jinsiy bo'g'inlarga xos bo'lgan ma'lumotlarni aniqlang degan ekan. Demak, funariya yo'sinda hayotida jinsiy bo'g'in ustunlik qiladi. Jinsiy bo'g'in ustunlik qiladi. Demak, oltida aytadi, hayot siklida ustunlik qiladi degan. Demak, A bo'lgandan keyin jinsiz bo'g'in degan. Demak, B variant chiqib ketdi 6dan. A variant 1. Fotosintez prosesi amalga oshadi. Fotosintez prosesi sporofitda emas, gametofitda amalga oshadi. Chunki sporofit bo'g'in qo'ng'ir bo'ladi. Demak, C javob chiqib ketdi. 5. Gaploid to'plamni sporalarni hosil qiladi degan. Gaploid to'plami gametofit spora hosil qilmaydi. Demak, 5 chiqib ketdi. C variant, D variant chiqib ketdi. Javob A variant bo'ladi.